Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etiladi. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorni qabul qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad 2026-2030 yillarda aholining kitobxonlik darajasini yiliga o'rtacha 10 ta kitobga yetkazish etib belgilandi. Qarorga ko'ra Yoshlar ishlari agentligi huzurida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etiladi va vasiylik kengashi tarkibi tasdiqlanadi. Jamg'arma mablag'lari quyidagi tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirish belgilandi. Tanlov orqali yosh yozuvchilar uchun grantlar ajratish va asarlarni nashr etish, bolalar adabiyoti yo'nalishidagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash, tanlov orqali iste'dodli mualliflarni aniqlash va ularga ijod qilish uchun sharoit yaratish maqsadida 1 yilgacha bazaviy hissolash miqdorining 50 baravari miqdorida har oy haq to'lash, eng sara xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga va milliy adabiyotlarni xorijiy tillarga tarjima qilishda, nashrga tayyorlash va chop etish xarajatlarining 50% hamda mualliflik huquqi uchun xarajatlarning 80% ni qoplash, vasiylik kengashi a'zolariga har chorakda bazaviy hissolash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda mukofot to'lab beriladi.